4ta homila. Mana hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana birinchi bolamizni boshi, bunisini ko'rdik. Bu bolachamiz qizaloq chiqdi. Boshi. Endi ikkinchi bolachamizni boshini ko'rsataman. Hop, mana birinchi bolamizni boshi, ikkinchi bolachamizni boshi, mana bu yerda uchinchi bolachamiz boshi. 3 ta bolachani boshi pastda joylashgan, bitta bolachamiz boshlari tepada alohida joylashib olgan. Mana qorinlari tepa qismida. Bular o'g'ilcha ekan. Birinchi bolachamiz qizaloq chiqdi, keyingimiz o'g'ilcha, bu chekkadagi bolachamiz mana qizaloq chiqdi. 4-chi bolachamiz o'g'ilcha, 2 ta o'g'il, 2 ta qiz. Kallasi, mana yana bitta kalla. O'zi mana bitta, 2 ta. Razmeri katta kichik emas, bir xilda 20-21 hafta, bir bosh aylana, son suyaklari bir-biriga mos. Yo'ldoshlaringiz chiroyli qaramaga